Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz, aziz kuzatuvchilarimiz. Sizning e'tiboringizga eksklyuziv jamoasi chiroyli, shinamgina mana shunday avtorskiy proyekt bo'yicha remontdan chiqqan kvartiralarni taqdim etib berishda, ya'ni ko'rsatib berishda davom etadi. Bugun biz Samarqand shahrida Mirzo Ulug'bek ko'chasida 8 qavatli domning 6-qavatda joylashgan, umumiy maydoni 78 metr kvadratni tashkil etadigan 3 xonali kvartiramizni sizlarga to'liq video obzor qilib beramiz. Bugungi obzorimizni biz prixoshkamizdan boshladik. Kirib kelish eshigimizdan mana shunday chiroyli prixoshkamiz bo'lyapti. Shu uyga kelganingizdan bir o'zingizni o'zgacha kayfiyatingizni ochadigan darajada chiroyli dizaynlar qilingan. E'tibor bering, kirib kelishimizda oynalar qo'yilgan. Bu yerda shkaflar, bemalol o'z kiyimlaringizni ilsangiz bo'ladi. Marhamat, bu yerda chiroyli kartinalar qilingan, ajoyib dekorativ. Xonalarimiz hammasi alohida. Kvartiramizda ikkita sanuzel bor. Marhamat, mehmonxonamizni boshlaymiz. Mehmonlaringizni bemalol shu yerda kutib, mana shu yerda o'tirib dam olsangiz bo'ladi. Bemalol televizor tomosha qilasiz. U tomonda kerakli barcha narsalarni qo'ysangiz bo'ladi. Mehmonxonamizning yonida bizda oshxonamiz bo'lyapti. Kuxnya, stolovaya zonasi. Bu tomonda mana stullar qo'yilgan. Bu yerda esa рабочая zona bo'lyapti. Двухконтурный котел qo'yilgan. Bemalol kvartiramizni issiqlik hamda issiq suv bilan ta'minlab beradi qishda. Har bitta narsa kvartirada did bilan proyekt bo'yicha bir-biriga mos ranglarda, bir-biriga mos dizaynda tanlab o'tilgan. Keling, bolajonlarimiz uchun mo'ljallangan детская komnata bo'lyapti. Marhamat, 2 kishilik yotoq mebeli, kitob qo'yishlari uchun yoki kompyuter qo'yib, kompyuterdan foydalanishlari uchun javonlar, dars qilishlari uchun stollar qo'yilgan. Va kattalar yotoqxonasi, marhamat, ko'rishingiz mumkin. Kattalar yotoqxonasida ham mana shunday 2 kishilik yotoq mebeli, tombuchkalar qo'yilgan. Bu tomonda katta shkafimiz, bemalol kiyimlaringizni qo'ysangiz bo'ladi, hamda ayollarimiz uchun atir upalarni qo'yishlari uchun, bezanishlari uchun oyna va yotoqxonamizning o'zini alohida sanuzel bor. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Juda ham qulay. Ko'pchilik oxirgi vaqtlar mana shunday planirovkadagi, ya'ni alohida sanuzel bo'lsin, sanuzel ikkita bo'lsin deganlar uchun yaxshi variant. Marhamat, bu yerda umumiy sanuzelimiz bo'lyapti. Kvartirani bemalol mana shunday foydalanishingiz mumkin. Chiroyli kvartiramiz, sizga yoqqan degan umiddamiz. Dizaynlarimizga alohida e'tibor bering. Kvartiramiz Samarqand shahrida Mirzo Ulug'bek ko'chasida joylashgan 8 qavatli domning 6-qavatida. Albatta liftimiz bor, liftimiz ishlaydi. Kadastr hujjatlari hammasi bor. Xo'p, umumiy maydoni 78 metr kvadratni tashkil etadi. Narxi 80 ming deb baholanmoqda, albatta kelishtirib beriladi. Sizni qiziqtirgan bo'lsa, ushbu kvartiramiz quyida yozib qoldirilgan raqamlarga telefon qiling, albatta sizga ko'rsatamiz. Xayr, salomat bo'ling.